Keylor Navas bizning avlodimizdagi eng qadrlanmagan darvozabon hisoblanadi. U 2014-yil Jahon chempionatida ajoyib o'yin ko'rsatadi va o'sha yilning o'zidayoq Real Madridga ko'chib o'tadi. U yerda afsonaviy darvozabon Iker Casillas o'rinni egallaydi. Navas Real Madridning 2016-2018-yillardagi UEFA Chempionlar Ligasi 3 yil ketma-ket g'alabasida hal qiluvchi rolni o'ynaydi va eng muhim pallalarda jamoasini goldan saqlab qoladi. Uning hissasi bu muvaffaqiyatlarda beqiyos edi. Ammo 2018-yilda Real Madrid Jahon chempionati 2018ning eng yaxshi darvozaboni deb topilgan Thibaut Courtoisni sotib oldi. Shu bilan birga Chempionlar Ligasidagi buyuk yutuqlariga qaramay, Navas zaxira o'yinchisiga aylandi va oxir-oqibat klubni tark etdi. Keyinchalik Navas PSJga o'tdi va u yerda ham ajoyib o'yinlar ko'rsatishda davom etdi. Klub tarixida ilk bor UEFA Chempionlar Ligasi finaliga chiqishida asosiy rol o'ynadi. Ammo yana PSG ham 2020-yilgi Yevro musobaqasining eng yaxshi darvozaboni Gianluigi Donnarummani o'z safiga qo'shib oldi. Navas yana zaxira o'rindig'iga mixlandi. U yana bir necha yil yuqori darajada o'ynab bera olsa-da, unga e'tibor qaratishmadi. Bir necha mavsumdan so'ng u klubdan ketishga majbur bo'ldi. So'zim so'ngida bir narsani eslatib o'taman. 21-asrda hech bir darvozabon Keylor Navasdan ko'ra ko'proq UEFA Chempionlar Ligasini qo'lga kiritmagan. Ammo shunga qaramay uning yutuqlari ko'pincha keraklicha qadrlanmaydi. Agar siz ham Keylor Navasni keraklicha qadrlanmagan darvozabon deb hisoblasangiz, obuna bo'lishni, like bosishni va o'z izohingizni kommentariyalarda qoldirishni unutmang.